Takror assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar? Aka, salgina bos qiling. Xo'p, demak, nasib bo'lsa o'tgan darsimizda biz ko'rib chiqqan edik. Qaysi mavzuni? Demak, IDC kitobidan 12-mavzu ko'p xatni ko'paytiruvchilarga ajratish. Birinchi testni ko'rib chiqdik, nasib bo'lsa bugun ana endi ikkinchi testni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi test oldimizda va mavzuga oid albatta ikir-chikir fundamental o'rganmoqchi bo'lsangiz, bemalol kursimizga qo'shilishingiz mumkin. Agar darsni qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, qayerdadir misol balki adashish bo'lgan bo'lishi mumkin, hamma ham xatolar adashadi. O'sha qismlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarga yuboring. O'sha qismini takrorlaymiz. Agar dars yaxshi o'tsa, bir ikkita yaxshi fikrlar hech qachon zarar qilmaydi. Qo'llab-quvvatlasangiz, biz yanada yaxshiroq harakat qilamiz. Xo'p, demak, boshladik. Qalamchamizni oldik. Ikkinchi test. X va y natural sonlar uchun shu bo'lsa x ning qiymatini toping. Bu demak 121 ning kvadrati. 11 ning kvadrati x minus y bittasi va ikkinchisi x plus y. Mana shu 11 ning kvadratiga teng ekan, to'g'rimi? Buni ko'paytiruvchilarga ajratsak, 11 ning tarkibida boshqa tub son yo'q-da. Boshqa tub son yo'q. Bu 11 ning kvadrati shuning uchun ham berganki, buni bittasi natural sonligi uchun bu 1 ga teng, ayirma-ku. Bu 11 ga teng. Va ikkisini qiymatini topamiz. Demak, bizda o'z-o'zidan iste'molsi bo'ldi. Ayirmasi 12. 12 dan 1 ketsanglar. Ayirmasi demak 10 dan 9 yo'q, 5 dan 6 ekan. 5 va 6 bo'ladi. 6 minus 5 mana bunga to'g'ri keladi. Demak, bizda 6 x ning qiymatini toping. Xning natural sonlar uchun xning qiymatini toping. 6 minus 1 esa 11 ning kvadrati edi. Adashmasam 11 ning kvadrati edi. Shu qismda adashdik. Nimaga adashdik? Chunki bu 121 bo'ladi-da hozir. Shuni 121 yozib ketsak, to'g'ri yechimga kelamiz. Mana bu qismlar. Aytdimki, hamma ham adashishi mumkin. 11 ning kvadrati deb, endi buning tarkibida 11 dan boshqa tub son yo'qligi uchun yozganda, o'zim adashtirdim. 121. Va bu son bittasi 1 ga teng. Ikkalasi ham hozir faqat 11 dan iboratda bu. Yo 11 ko'paygan 11 bo'lishi kerak. 11 ko'paygan 11 bo'lishi kerak. Ikkita sonni ayirmasi ham 11 ga teng bo'ladigan son manimcha x y 0 bo'lsa, x 10. Bu ham bo'lardi. Qaranglar. 11 qo'ysak, x 0 degan. X ning kvadrati bu bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? Chunki y natural son. Bu degani 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Va bizda nima qoldi? 120 qoldi. Endi ayirmasi buni o'rtasi 120 60 bo'ladi. 61 minus 60. Minus 60. Bu demak 61 mana tejo x 61 ga teng. 60 y ga teng va yig'indi 120. Mana javobimiz ketdi. Xo'p, qur'a bo'lsa aniq qiymatini topamiz. 49 plus 31 ning kvadrati ekan. Siz topdingiz menimcha. Ham teng 40 ga.
Bu yig'indisi nechiga teng? Buni yig'indisi 80 mi? Xuddi shunday 80 ning kvadrati. 80 ning kvadrati teng 40. Xo'p, 80 ning kvadratini ko'paytiramiz, 80 qilamiz. 80 ko'paygan 80 qilamiz. Asl 40 qilamiz. Shunda a ni topamiz. Bu bilan chiqaramiz 2 va bu dejavob ekan. Xo'p, ketdik. Bu endi tepasini o'chiraylik. Buni yechimini topib qildik-ku. Bu endi mana bu sizga topshiriq. Salgina nimaroq ekan, o'zgacharoq ekan. Biza qisqa ko'paytirish formulasini boshqasini ko'rib chiqqanmiz. Buni topish oson. Xo'p, bu xo'sh. Demak, 11 ning kvadratini olib chiqsak, Yok, bo'lmasa nima bo'ladi? 88 bo'lsa. bu ikkalasidan bor ekan. 11 ning 11.2 ni olib chiqamiz. Bunda kvadrat qoladi, bunda 1 qoladi, bunda bu ketadi. Shunda 11.2 plus 8.8 ning yig'indisining kvadrati bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, bunga buni qo'shadigan bo'lsak, necha bo'ladi? 20 bo'ladi. 20 ga ko'paytiradigan bo'lsak buni. Mana shu. Xo'p, ketdik. Ko'paytuvchilarga ajrating. Bu demak x minus y ning kvadrati qilsak bo'ladi. Chunki minusni olib chiqamiz va kvadrat yeb tashlaydi minusni. Xo'p. Va ikkalasidan ham x minus y ning kvadratini olib chiqamiz. Yerda hammasi teskari turgan ekanda. Bunga indamasganmiz. Bundan minusni olib chiqsak, minus ko'chaga chiqadi va y minus x bo'ladi. Va y minus x ning kvadratini olib chiqsak, endi natchaga kelyapmiz. Kvadratini olib chiqsak, bu yerda minus y plus x qoladi va minus 1 qoladi. Shunaqa javob bormi? X minus y minusmi? Xo'p, ketdik. Keyingi misolimiz ko'paytuvchilarga ajratamiz. Topshiriq. Xo'p, ko'paytuvchilarga ajrating. Uning 6-chisi, uning 4-chisi. Xo'sh, hammasida bor ekan. Nima? Shuning 4-chisi bor ekan. Hammasida. A5, A4, A3 bor ekan hammasida. A3. Xo'p, bunda qoldi 3 ning kvadrati 9. Demak, bizda A3 ning 4-chisi, A ning 3-chisi. Bu ikkalasi chiqib ketdi. Kalaklarda. Mana bu bilan qoldi. Va bu yerda qoladi A ni 9A qoladi. Chunki A ni kubini ochdik, 9A qoladi. Demak, ajoyib. Bo'ldi. Ko'paytuvchilarga ajrating. Xo'sh. Mana shu qismdan minusni olib chiqsak, mana bu minus bo'ladi. Va 3x minus y ga aylanadi. Va 3x minus y dan ikkalasida ham bor. Olib chiqamiz. 3x minus y. Olib chiqdik. Bu yerda qoldi nima? 3x plus 2y minus x minus 4y. Barmoqcham qolgan ekan. E'tiboringizga mana bu minus. Nimaga minus? Mana bu ikkalasi ham plus, bu minus ikkalasiga ta'sir qilyapti.
Xo'p, bu qavs. Demak, 3x dan bu ketsa 2x qoladi. 4y dan bu ketsa minus 2y qoladi. Xo'p, 2 ni olib chiqsak, x minus y qoladi. Bu yoqda 3x. Mana 3x minus y. Ajoyib. Ko'paytuvchilarga ajratamiz, o'zimiz ajratamiz. Navbatdagi topshiriq. Xo'p, hisoblang. Buni kvadrati bunga ko'paygani 2 kvadrati. Xo'p, bu ikkalasidan 3.4 olib chiqamiz. 4 ni olib chiqsak, bu yerda qoladi 3.4 minus bu yerda qoladi 2.4. Va bu 1 ga teng. Ko'rdingizmi? 3.4 dan 2. Bundan olib chiqamiz. Bundan olib chiqsak 2.6 ni. Qavs ichida 2.6 minus 1.6 qoladi va 1 ga teng. Demak, 3.4 plus bu ekan, yig'indisi 6 ni ber. Ketdik. Qiymati 6 bo'lsa, hisoblaymiz. Hisoblaymiz. X bo'lsa, yerga qo'yilganda hisoblaymiz. Xo'sh, hammasida x va y lar bor. Yo'q, mana bunda y yo'q. Bunda x. Buni bunday qilamiz. Ana bu ikkalasini guruhlaymiz, bu ikkalasini guruhlaymiz. Xo'p, bundan x kvadrat x y ni olib chiqsak, x y ni olib chiqsak, x plus y qavsning ichida qolar ekan. E'tibor qiling. Bunda x qolyapti, bunda y qolyapti. Va plus 6 ni olib chiqsak, 6x y qoladi. Va ikkalasidan ham bu plus. Bu 6. Xo'p, x plus y ni olib chiqsak, x plus xy plus 6 ikkinchi qavsda albatta x plus y qoldi. Nasib bo'lsa, dushanba kuni emas, ertaga kelishi ham mumkin. Planshetimiz kelgusi darslar aytgandek juda chiroyli xat bilan yozib beraman. O'zim xatimdan to'g'risi nima qilaman? Faxrlanaman, chiroyli xat yozaman. O'sha xat bilan sizlarga tushuntiraman. Bunaqa nimada men ham to'g'risi o'zim ham charchadim, sizlar ham yaxshi tushunishingiz qiyinlashadi baribir. Xo'p, endi topamiz x, y bu 24 ga. Demak, 6 ko'paygan 24 plus 6. 6. Ikkinchi qavsda nima qoldi? 6 plus 24 bu degani nechaga teng? 30 ga teng. Va bundan ham 6 ni chiqarsak 25 ko'paygan 6 bo'ladi. Demak, 25 ko'paygan 6 ko'paygan 30. Mana shuni javobi. 25 ni demak 6 ga ko'paytirsak 150 ni ko'paytirsak 450 bo'lar ekan. Javobimiz. Xo'p, menimcha tushuntira oldim. Xodani ko'paytiruvchilarga ajrating. Bunisi endi sizga topshiriq. Topshiriqlarni men botga joylashtirib boryapman. Bajarib ketinglar, juda foydali. Ham o'rganasiz, ham xatoingiz qayerda bo'lsa o'sha qismini izohga yozib so'rashingiz ham mumkin. Tafsil tushuntiramiz albatta. Xo'p, x minus 2 ni kvadratini olib chiqsak. 3x minus 1 minus bu qoladi. Bu ketsa demak 3x dan 2x qolar ekan. 2x qolar ekan. Demak, minus 1 dan 1 ketsa plus 1 qolar ekan. Demak, 2x kvadrati minus 2x plus 1 bejo. Xo'p, ketdik. Bo'lsa qiyomatda. Bundan ishladik. Bunisi sizga topshiriq. 12 dami necha edi? Oldindan chiqqan misolga yechaman deydi. Xo'sh. Hammasidan x ni olib chiqsak, x ning 4-inchisi qoladi, x ning 2-inchisi qoladi. Va 122 qoladi, 144 qoladi. Bu ham 14 ni kvadrat. X ni olib chiqqanimiz
va x plus x kvadrat plus 12 kvadrat techoq. To'g'ri yoki noto'g'ri, buni izohga yozib keting. Xo'p, ko'paytuvchilarga ajratamiz. Bundan diskriminant topib ketsak ham bo'ladi, lekin osonroq yo'li ko'paytmasi va qarang. Ko'paytmasi 12 ni berish kerak. Xo'p, yig'indisi yoki ayirmasi umuman buni berish kerak. Xo'p, ko'paytmasi -4 -3 bo'lar ekan. Qarang, -3 x -4x -7x ni beradi va -4 va -3 birgalikda 12 ni beradi. Techoq. Ko'paytuvchilarga ajratamiz. Buni oson. Buning ayirmasi keyin yig'indisi. Kvadratlar-ku chunki. Buni o'zingiz ishlaysiz, menimcha 6 ta bo'ldimi yo'qmi demoqdimki, lekin 6 taga yaqinlashtiramizda. Chunki 6 ta misolda bitta testni ko'rib chiqsak, 20 juda foydali bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 ta bo'lib tursin. Xo'p, keyingilarni ishlaymiz. Mana bu qismi o'zi a plus 3 ning kvadrati. Kvadrati minus b kvadrat. Endi a kvadrat minus b kvadrat qo'yamiz. A plus 3 minus b. Mana shunday javob ekan. Ko'paytuvchilarga ajrating. Bundan 3x ni olib chiqsak, nima qoladi? 3x ni olib chiqsak 6x qoladi. Plus 2x qoladi. Plus 1 qoladi. Yo'q, to'xtang. Bunday qilsak zo'r bo'ladi. Guruhlaymiz. Mana bu ikkalasini guruhlaymiz. 18 bilan buni guruhlaymiz, 6 bilan 1 ni guruhlaymiz. Bunda ajoyib bo'ladi. 18 bilan shuni guruhlasak, shuni x ni olib chiqsak, bu yerda 6x bilan nima qoladi? 1 qoladi. Va bu yerda o'zi 6x 1 qoladi. Plus 6x guruhlaganimiz bu. Va 6x plus 1 ni olib chiqsak, 3x plus 1 qoladi mana. Ajoyib. Xo'p, hisoblaymiz. Bunga qo'shib ayiramiz. Qo'shsak necha? 100. 100 ayirsak 4. Ko'pagan 4. Xo'p, bu yig'indining kvadrati 100 ning kvadrati ekan. 100 ning kvadrati. 100 buning bilan bo'lib chiqaradigan bo'lsa 4 taqsim 100 bo'ladi, ya'ni tengsiz javob bo'lar ekan. Xo'sh, agarda mana testimiz ham tugadi. Agarda mavzu bo'yicha qanaqadir savollar mana shu yerda tug'iladigan bo'lsa, izohga qoldiring. Mukammal batafsil bir boshidan kichikirgacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, tushuntirishim sizga ma'qul bo'lsa, bizni tanlasangiz, men o'zimga yozing. Kursga tushamiz sizni. Xo'p, darsimiz tugadi. Qayerdadir xato kamchilik bo'ladigan bo'lsa, izohga qoldiring. Mana shu yerda ustoz xato ishlayapsiz deng. O'sha joyini boshqatdan ko'ramiz. Hamma xato qiladi. Ko'rib chiqamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Turimiz yakun.